صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Mana shu yo'li Hazratlar yetkazganligiga shukrulloh. bu Ravzani yoniga eng yaqin bo'lgan masjidning ismi. Devomli qiladi. Talash bo'ladi. Ravzani prямо oldi-ku. Qani yetib kelsa ma'lumot beraman. Xo'jaganlar. Eragadan yakbara Sizlar ham yetib yuringlar. Ma'lumot beraman, baland gapirib. Mana bu joy janib qo'yiladi, mayit egalari mana shu joyga kiradi. Musofir bo'lsa, maqom bo'lsa, mana shularga. Ana endi keldi. Hujrai saodatim hamda minbarim orasi degan muborak joylar, Ravzai Mutahharo mana bu joy. Jannat bog'idan bir bog'. Minbarlari mana bu o'rnida bo'lgan. Minbarlar bugungi kunda imomlar xutba qiladigan minbarlar mana shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarlari ham shu. Demak, mehmonlar esa mana bu